Do'stlar, bugun sizlar bilan biz o'quvchi va o'g'ri hayotini videosini olamiz. Do'stlar, bu ssenariyni o'zim yozdim. Bu videoda rolga kirishganda men obuna bo'lib like bosinglar deyolmayman. Shuning uchun sizlar obuna bosib like bosib maroqli hordiq ko'rishlarini istayman. Uzr, boshqa joyga kirib ketib qoldi. Va biz videoni boshladik. Zo'rg'a mashinam buzilib qolgan, zo'rg'a kelyapman. Endi go'limni tog'aning oldidan sekin o'tib olishim kerak. Hozir menga ming'illaydi. Otang nega mashinani senga berib qo'ydi deb bu yerda tushib ketmasam bo'ldi. Hoppa. Bizning yo'llar juda ham noqulayda bo'lmasam kirib olishim kerak. Yaxshi turdi. Bo'ldi. Mashinamni tot qilib qoldik-ku, lekin mayli. Uyga kirib birinchi bo'lib qonunni to'ygizib qochib chiqishim kerak. Non olib bo'lsin, non yesam qonim to'ydi. Tabletka shamollagan. Qonim to'ydi. Bo'ldi, endi qo'yib qo'ysam bo'ldi. Bo'lib tabletka ichishim kerakmi? Yo'q, ichim o'tmayapti-ku. Endi bunisini ko'rsata olmayman. Bo'ldi, hojatimni ham chiqarib oldim. Ishlamayapti bu, suv kelmayapti. Turbalarga shuncha suv bor. Yana cho'lda. Bekor bu yerdan uy olganmizda. Ertaga maktabga borishim kerak. Hali vazifalarni ham qilganim yo'q. Daftarlarim, kitoblarim turibdi. Mashinani olib bugun maktabga boraman. Juda ham mazza. Pechka xona ishlayapti-ku. Nega bizning suvlar yonmayapti? Yo'q. Do'stlar, bu zombilar do'stlar. Zombilar. Men ularni qutqarishim kerak, lekin menda qurol yo'q. Bor-ku bu. Bu bor. Buni uraman, ularni bittasini yanchaman va bo'ldi. Ketishdi. Yo'q, ular suvga rostdan ham tushib ketishdi, do'stlar. Bo'ldi, ish qilmadi, men rost qo'rqanim. Xona bu yerda g'alati joy turibdi, g'alati odamlar turishibdi. Ularni oldiga borishim kerak. Salom janob. Salom, bu yerda ket, bolakay, bu yer seni o'ylaydigan joy emas. Bu yerda boshqa odam, boshqa ishlar qilinadi. Qanaqa ishlar? Menga mana bu mashinangiz yoqdi, juda ham zo'r ekan. Bu qanaqa mashina? Bor yo'qol dedim, gap tushunmaysanmi sen? Ket dedim, hozir kaltaklayman. Mayli, qizg'ansangiz nega bu yerga turib olgansizlar? G'alati odamlar ekan. Tepaga chiqib manzarani tomosha qilaman va keyin ertaga maktabga borishim kerak. Mana bu jinnini ko'rgani ko'zim yetmaydi. U jinnini bilsalaring salom. Salom. Xo'p, bu yerdan tezda ketishim kerak. Ertaga esa mashinani olib dadamniki edi, endi bo'ldi meniki, do'stlar. Xo'p, endi ertaga vaqtli turishim kerak. Chunki ertaga maktabga boraman. Ertalab ham tushdi. Maktabga borishim kerak. Daftarimni olaman. Xo'p, buni oldim va kitoblarimni ham olaman. Bugun ajoyib o'tadi. Biz endi ularga ko'nikishimiz kerak. Buni esa har ehtimolga qo'shib qo'yib bo'laman. Telefonimni esa olib qolganimcha bekitib qo'yganim yaxshi va pechenye va ovqatlanishga men pul olib olaman. Kecha ko'proq olsamikin, yo'q, kamroq olaveraman. Yana urushib berishmasin. Xo'p, ertalab esa chiqib maktabga borishim kerak. Ertalabda hamma maktabga borgan, yana kech qolaman shekilli, do'stlar. Xo'p, mashinani olib olishim kerak. Xo'p, bekorga bitta joyga tuqqan ekanman. Tushdik do'stlar. Maktablar juda yaqinda, shuning uchun uzoq joyga qo'yib shu yerga qo'yib qo'yaman. Kech qoldim, mana ustoz esa meni hisobga beradi. Dars boshlanyapti. Yana turib olibdi Abduhamid.
Bugun darsimiz ona tili bo'lib, unda turdoshlarni o'rganamiz. Bilib qo'yinglar o'quvchilar. Hozir men davomat qilib olaman. Assalomu alaykum ustoz. Kelar, yana kech kelyapsanmi? Joniga o'xshasang bo'lmaydimi? U har kuni ertalab keladi. Men ham ertalab qilganim yo'q. Oyim dadamni narsa pochta qilishgani, shuni olgani kelgandim. Ha, ozing kech qolib ketasan-u. Jinni. Jinnilama meni. Tanaffusga chiqqan, seni bir bola qilaman. Qo'rqoq. Sendan Nop ham qizg'anadiku narsasini. Nop. Endi u Nopda. Mayli, o'tir. Kelar. Rahmat ustoz. Shuni yopishim kerak. Daftar ruchkalaringizni oling. Xo'p, o'tirib bo'lamiz. Yozinglar. Xo'p, master va bu solimiz yo'q bizni. Yana olyapsanmi? Shu qilganing uchun ham darsdan chiqib ket. Men nima qildim? Chiqib ket dedim, ahmoq. Chiqib ket dedim. Kelar. Mayli, o'zingiz bilasiz. Keyingi soatga albatta kiraman. Sening salamingni olaman, Joni. Ko'ramiz, kaltak yuvimi. Chiqitoy. Kelinga. Daftarim qolib ketdi. Daftarimni olib olsam, senga ko'rsataman. Har doim shunaqa qilishadi. Menga asabimga faqat Joni tegadi. Xo'p, dikbatdan turaman, hozir ovqatlanib bo'lishim kerak. Pulimiz yetarmikan? Sushilar ham kelibdi. Menga sushi bering. Uka, puling bormi? Pul ber. Pirojningiz qanchadan? Pirojni $13. Muncha qimmat. Olsak ol, puli borlar oladi. Mayli, o'zingiz bilasiz. Hozir olaman-da. $6 bor ekan meni. $6 muncha kam meni. Mayli, meni pechenyegim bor-ku. Shonimni to'ydirib olaman. Kechga o'tirsam, hozir boshqa dars o'tiladi. Dars tugagandir do'stlar. Endi kirib ko'raychi. Ustoz yo'q ekanlar, hali ham Joni o'tiribdi. Emas. Nop, ustoz qayerga ketdilar? Ishlari chiqib qolibdi. Biz o'zimiz o'tiraveraylik ekan. Keyin javob bo'lar ekan. Yaxshi endi. O'tiraveramiz. Ishlaring qalay? Yaxshi, ishlarim tuzuk. Sen menga gapirma. Bitta tishimni urib sindirganing yetadi. Men nima qildim? Men seni urganim yo'q-ku. Urding-ku, yaramas. Aldoqchi. Mayli. Seni esa albatta uraman. Bishqa yo'qol oldimdan. Doktor aytyapti, yo'qolur oldidan. U zo'r bola. Ko'rdingmi, kelar hamma meni maqtaydi. Sen esa cho'rsan. Nima deding? Mashvarker bilan ko'zingni chiqib tashlayman. Ay, ko'zim. Do'stlarni qo'ydim ko'ziga. Kitob bilan ham solaman seni. Qo'yib qo'ydim. O'shinga seni. Mana marker, bu ko'rmakni ham chiqib tashlayman. Joniga nima qildi? Yordam beringlar. Do'stlar, men endi ketishim kerak, bo'lmasam hozir militsiya chaqiradi bu. Tezda uzoqroqqa qochib olishim kerak. Kitoblarimni esa bu yerga tashlab ketib kelmayapti. Bularni pulga olgan noto'nam. Lekin pulni qadriga yetaman men. Tezda uyimga mashinani qo'yib, o'zim esa uyga kirib olishim kerak. Bo'lmasam hozir kimdirni chaqirib keladi. Juda ham ajoyib bu. Qo'shiqni ovlaganini
Hozir men ko'zlariga sanchib tashladim. Afsus. O'sib ketgandi. Menda ham ayb yo'q. O'sib ketdi. Menga o'z qo'limni yuvib olishim kerak. Hop. Aytgancha suv tushmayapti-ku. Hech qachon ishlamayapti shekilli. Uni eskib bera olmayapti. Men nimaga pul to'lashyapti ota-onam? Daftarlarimni qo'yib qo'yay. Daftar ruchkalarimni qo'yib qo'ymasam hozir nimadir bo'ladi. Men siz narsalarimni solib qo'yaman. Yaxshiyam bu bilan urib yubormabman. Qo'limdagi narsalarni so'rib qo'yaman. Chunki hech narsa bo'lgani yo'q. Endi uzoqroqqa borishim kerak. Uzoqroqqa borishim kerak. Men hozir bittasini o'ldirib qo'yay dedim. Hozir Jonini o'ldirib qo'yay dedim. Ana brachka-yu. Yana nimadir qilish kerak. Brachka, qochib ketdin. Jamshidni bo'z kaltak yeysan. Ishingiz nima? Hozir ur qilib qo'yaman. Qoching yo'qoling. Bu sizning joyingizmi? Ha, bizning joyimiz. Ish bo'lsa ayt. Sen ishlagan keldingmi yoki ishlaganmi? Qanaqa ish deyapsiz siz? Zo'r ish bor, brachka, soqlasam normalniy $5000 topasan. $5000? Roziman, ayta qoling. Yaxshi, ertaga kelsa aytaman. Xo'p, yaxshi. Unda bora qolaman. Bular qanaqa ish aytishdi bilmadim. Mencha narsa sotsam kerak. Xo'p, telefonimni olib olaman. Uyga kirib ovqatlanmasam, qonim ochib ketdi. Xo'p, pulim ham kam. Kunida to'lab pul bor. Ularni ishlatib qo'ymasam kerak. Suvga kim beradi? Ular esa kam jo'natishyapti. Kam ishlatishyapti. Ovqatlanib oldim. Buni esa solib qo'yaman. Bitta tabletka ichib olmasam bo'lmaydi. Yo'q. Ichib oldim. Bu juda ham yomon. Hozir men bittasini Jonini ko'ziga tiqib tashladim. Derazadan naqoy solishim kerak. Lekin aytgan ishlarini ko'rganaman shekilli. Menga pul kerak. O'zimdan ortmayapti. Suv ham tushmayapti. Sakrab yuboraman. O'zimni suvga otib, turib qaytib chiqaman. Bo'lmasam o'zimga kelmayman. Panjaralar ham, kartonlarni ham nima qilishim kerak. O'zimni borib suvga tashlayman. Voy. Yaxshiyam suzishni bilaman. Bo'lmasam o'lib ketishim mumkin. Juda ham qiynaladim. Bu joylarga sakrab bo'lmaydi. Bu yerlarga sakrab bo'lmaydi. Piramidaga kirib chiqamikin? Yo'q, tepaga chiqaman. Minoraga chiqib o'zimni tashlab yuboraman. Bu xayollarni nega qilyapsan? Tashlab yubor bu narsalarni. Bizga baribir keragi yo'q. Kartonlarni esa buzib olaman. Qachondir keragi yo'q, boshqa joyga qilishim kerak, boshqa joylarga otib yuborishim kerak. Baribir menga kerak bo'lmayapti. Kelar, dadang otang yaxshimi? Ha, yaxshi. Janob Kevin. Ha, bu kartonlarni sotasan menga. Kerak bo'lib qolyapti-da menga. Yo'q, zo'r sota olmayman. Bu kartonlar esa menga kerak bo'ladi. Ha, yaxshi, sotsang olaman deganimda. Ha, olaman degan bo'lsangiz yaxshi-yu, lekin hozir sota olmayman. Bo'pti, rahmat. Do'stlar, birinchi qism tugadi. Ikkinchi qism chiqishini xohlaganlar prosmotrini 300 dan oshirib berishlaring kerak. Bu ikkinchi qismdagi voqealar bundan ham zo'r bo'ladi. Videoga like bosib obuna bo'lishni unutmang. Sizlar bilan yana killer bo'ldi.